Bugungi videoda biz Minecraftdagi top 5 modlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, kettu. Va 5-o'rinda egallagan modning nomi Qo'rqinchli Santa. Ha, bu modning nomi Qo'rqinchli Santa va bu yerda faqatgina shunaqa qo'rqinchli va kechqurun paydo bo'ladigan Santa qo'shib beradi. Ha, bilaman, yangi yil o'tib ketdi, lekin bu mod bilan albatta o'ynab ko'rishingiz kerak. Chunki bu mod juda ajoyib Santani qo'shib beradi. Chunki uni 3D modeli shunchalik ajoyib ishlanganki, men o'zim hayron qolaman. Oh my god! Wow! Agar shu mod bilan o'ynaydigan bo'lsangiz, aniq zerikib qolmaysiz. Biz 4-o'ringa ketdik. Va 4-o'rinda turgan modning nomi Ajoyib tabiat. Ha, bu rostdan ajoyib. Qarang, bu yangi qo'shilgan daraxtlar, gullar va hokazo. U yerda nimadir uchayapti, boraylik-chi. Men ham o'zim to'g'risi endi ko'ryapman bu modlarda. Kapalak, ajoyib. Va bu yerda juda ham chiroyli grafika va agarda oddiy Minecraft joylaringga teggan bo'lsa, mana shu moddan kayf qilib o'ynaysizlar. Shunaqa har xil mevalar, har xil sabzavotlar qo'shilgan. Menda boshqacha daraxt bor shekilli, uchib boryapmiz. Yo'q-da, bu boshqa daraxt ekan va juda ajoyib bo'ldi. Agarda oddiy Minecraftdan zerikkan bo'lsalaring, maza qilib o'ynaysizlar, bu aniq. Va nihoyat biz top 3likka ham yetib keldik va top 3likni ritsarlar aslahasi degan mod ochib beradi. Bu yerda rostdan ajoyib kiyimlar va ajoyib qurollar bor va ular bir ikkita emas, juda ham ko'p. Mana ko'rishlaring mumkin, bu yerda uzun-uzun qilichlar, orqaga plashlar, 3D kiyimlar va bu rostdan ham juda chiroyli bo'ldi. Qaranglar. Va men ham o'zim bittasini kiyib olganman, takishda hozir sizlarga ko'rsataman. Lekin undan oldin mana 3D kiyimlarni qaranglar, rostdan bu juda ham ajoyib va men qilichimni qo'limga olaman, orqamda plashim bor, mana ko'rishlaring mumkin. O'zing kirib ko'ringlar. Bu juda ham ajoyib mod. Va oldingi kameradan bu undan ham ajoyib ko'rinadi. Va men ko'rsatishga tayyorman. 1 2 3 mana bu juda ham chiroyli. Men qirolni kiyimini kiydim, aslahalarni va bu rostdan ham chiroyli. Sizlarga o'zing kirib o'ynashni maslahat beraman. Va 2-o'rinda ajoyib 3D qurollarga mod. Va bu modda mana ko'rishlaring mumkin, juda ham ko'p qurollar va ularga juda ham ajoyib ishlab berilgan animatsiyalar bor. Va ular shunaqa zo'rki, o'yinga tortib ketadi. Bolalar, men o'zim bunaqa maza qilib o'ynayman deb o'ylamadim. Bu yerda juda ko'p qurollar bor va mana 3-litsodan bu juda ham ajoyib ko'rinadi. O'zini animatsiyalari berilgan va bu rostdan chiroyli bo'ldi. O'zing o'ynab ko'rmasalar ham bilmayman. Bu rostdan juda ham ajoyib mod. Va bu yerda bir ikkita emas, rostdan ham juda ko'p qurollar bor va ba'zi qurollarga shunaqa pritsellar bor. Qaranglar, bu pritsel juda ajoyib. Mana shu qo'yni o'ldiramanmi? Mana shunday o'ldiraman, qaranglar. Durs, qaranglar, juda ham ajoyib. Bu yerda undan tashqari AKM va o'shunga o'xshash qurollar bor. Bu boshga taqiydigan aslaha, bu kechqurun ko'rishda berar ekan. Meni skinimgacha bug bo'lib qoldi, shuning uchun boshidan ko'rsatmadim. Nima tak, bu ham zo'r narsa ekan. Endi sizlarning skillaringga to'g'ri kelsa, mayli. Va 1-o'rinda hamma bilgan Actions and Stuff. Bu juda ham chiroyli animatsiyalar qo'shib beradigan mod va bu mod o'zi aslida Minecraft magazinida pulli, lekin meni Telegramimdan sizlar bepulga topishlaring mumkin. Opisaniyada silka bor, kommentariyada silka bor va kanalimda ham silka bor. O'zing kirib ship ko'raverasizlar. Bu videoda hamma modlarni sizlar o'shda ko'rishlaring mumkin. Bu hammasini tashab qo'yaman. Va bu animatsiyani qaranglar, bolalar, men til ojiz va bu yerda hamma yo'q o'zgartirilgan. Hamma yo'q. Nimaga ikkita versak qilib qo'ydim? Obbo, xato, mayli, kiramiz, bittasini ishlatamiz baribir. Endi daraxt kesishga to'g'ri keladi. Albatta. Nimaga men выживание skilllarimni bunaqa g'alati bo'lib ketdi? Mayli, daraxt kesamiz hozir va
qilich qilamiz, chunki qilichning animatsiyasi menga hammadan ham ko'proq yoqadi. Bu rostdan ajoyib va yana ko'proq palga qilib qo'ydim. Mayli. Bitta emotsiya ko'rsatib yuboramiz va mana xo'p, men yursam juda chiroyli animatsiya. Mana qaranglar, o'zlaringiz ko'ringlar. Bu rostdan chiroyli animatsiya. Juda ham obbo. Mana shu qorman jonimga tegib ketdi prosta. Wow, mana qilichning animatsiyasi o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Wow, juda ham chiroyli. Agarda orqadan viddan bu undan ham chiroyli, oldidan endi gap bo'lishi mumkin emas. Bu rostdan chiroyli mod va siz uni meni Telegram kanalimdan tortishingiz mumkin. Sizlar bilan mazadamada hammaga xayr.